Assalomu alaykum. Ahli guruhga yaxshimisizlar, tuzimsizlar, sog' salomatmisizlar? Xo'p, qadrdonlar, bugun 19-iyul biz dalamizni Qulpinay maydoniga tayyorlayapmiz. O'sha yerimizni, haydab qo'ygan joyimizni o'tlardan xoli qilish uchun, ajriqdan xoli qilish uchun 2 marta haydab qo'ydik. Kechaginda o'zi haligi go'shti harom, mehnati halol texnikamizda tog'amiz ixtiro qilgan, o'zi narsa o'ylab bir narsa qiluvdi. Shu bilan ajriqlarni to'plab yuribmiz-da. Mana shunaqa qilib ajriqlarni to'plab ketdi. Mana shunaqa qilib har 5 metrga grabilga o'xshab to'playdi. Buni qilishdan maqsad ishchi kuchini kamaytirish. Hozir bu yerga kamida agar qo'lda teramiz desangiz 70 uy joyda 5 ta 6 ta ayol kamida 2-3 kun ishlashga to'g'ri keladi-da. Shuning uchun biz shu texnikadan foydalandik. Xudo xolsa bu yer maydonimizni hozir tozalash ishi bo'lyapti. Mana o'tlarni o'sha aytganimda tashlab qo'ydik, quridi ajriqlar. Endi bularni to'plab yoqib tashlaymiz ajriqlarimizni. Keyin mana shunaqa yerimizda toshlar bor. Shu toshlarni mana shunaqa toshlar ko'p to'playapmiz. Maqsad yerni chiroyli qilib unumdorligini oshirish. Bu yerlarimiz ancha xaroba holda edi, lekin mana shunaqa qilib toshlarni teryapmiz. Xudo xolisa bu yerda o'sha Italiyadan keltirilgan eng shirin qulfinaylarni ekish niyatimiz bor. Xudo xolisa opalarimiz ajriqlarni to'playapti. Xudo xolisa ularni barini yoqib, yerni tozalab, xudo xolisa yana agat olamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz mehnatdamiz. Xudo xolisa yaxshi niyatda mana shu yerlarni rezavorchilikka moslayapmiz. Xudo xolisa. Xo'p, u texnikani ham Xudo xolisa ko'rsataman. Nasib bo'lsa keyingi safarga ko'rsatib o'tib boraman. Biz bugun qiladigan ishimiz mana shu ajriqlarni to'plab, toshlarni to'plab olib chiqib tashlash. Xudo xolisa bugun rosa jazirama issiq bo'lar ekan. Xudo xolisa biz ozgina ishlaymiz. Xudo xolisa 9-10 gacha, keyin ko'chat qilishni, Qulfinay ko'chat qilishni davom ettiramiz inshaalloh. Zakazlarimiz bor. Shu zakazlarimizga qilib berish harakatda bo'lamiz nasib bo'lsa, Xudo xolisa.